Do'stlikdan boshlangan muhabbat 8-qism. Bu ishni dadam apamlar hammasi biladi. Oldida Rahilaning mening nomimda qarz olishi maqsadlik qilgan ishlar ekan. Asli uning Salmondan bo'yda qilib, shu ishlarni yig'ishtira olmay, shuning uchun mening nomimda qarz olgan ekan. Men tug'ilib o'z opamni ko'rib baxmadim. Biroq mening hozirgi opamni aqlimni bilgandan boshlab opa deb chaqirib keldim. Opamni men uchun jonidan kechadi. Biroq bu qatim opam qizimni o'zim boqaman deydi. Rahila bizning oilaga kirgandan keyin nima ishlarning yuz berishini men aniq bilmayman Tehron. Ha? Undaqda u Salmonni haqiqiy yaxshi ko'ramdi. Bilmayman. Biroq bu ishlarning keynida Salmonni bodakli his qilaman. Hey, bo'ldi, ko'p o'ylama. Balkim Rahilamo endi yaxshi o'zgarib odam bo'lar. Opammo menga hasrat chekib yurmas. Yiningda men bor, ma'qulmi? Ha? Shu paranglar bilan tursak, yandan Leyla yugurib chiqib keldi. Uningdan necha qadam yiroqlikda Kamil kelib o'tdi. Tehron, bu yerda seni uchirtaman deb o'ylagan edim. Bundaq yerlarni o'ylanishni mendan o'rgandingmi? Kamil, siz qamlashmayapsiz Jumo. Ben baş dostum Leyla yatakni topolmasa bo'lib ketdi. Bu ikkisining chaqchiqidan hammamiz kulib tashladik. Biroq qalbimizning bir yerlarda texi uchishga tayyorligimiz yo'qdek. Tuyuqsizlar maktab hayotidan ayrilsak, xuddi bunday go'zal daqiqamiz endi kelmaydigandek his qilmoqda edik. Shunday qilib, Kamil ikkimiz Leyla bilan Zohidani yotqining oldiga olib qo'yib, yotoqqa inib kirdik. Yotoqqa kirsak, Salmonning butun yotoqni o'ngtay-to'ngtay qilayotganligini ko'rib, Kamil og'iz ochdi. Salmon, kechacha biror shaharga ko'chamsan nima? Bu nima vayronchilik qildi? Voy, oxir keldinglar. Qanday qilaman deb beshim qaytib turgan. Men artistlarga loyiqimni tunishtirmoqchi. Qaysi kiyimni kiysam bo'lar, ha? Tehron, bo'lmasa ya sening ilqishtingni kiyib turaymi ya? Berib turamsan. Hey, Salmon, sen bilan paranglashmasam bo'lmaydi. Qo'lingdagi ishingni qo'yib, mening gapimni angla. Hey, Tehron, bir ish bo'lmagandi. Paylang yomon turdi-ku. Hey, Salmon, sening qanot quyruqlaring yetilib qopti-da. Qilayotgan ishlaringni meni bilmaydi deyman. Kamil, sen chiqib tur. Mening Salmon bilan deyishadigan ayrim gapim bor. Qanday gap edi? Nim gap bo'lsa, men bayada-da, biz uchimiz do'st tursak, men yo'q yerda deydigan mening gapimni tiya. Shu emasmi Kamil? Bu Tehronda zodi yaxshi gap chiqmaydi. Qachonlar qarsa chiroydan moz yig'ib turgan. Qanday gapim bo'lsa, Kamil bayad demamsan. Men bu saranga gap qilganning foydasi yo'qligini bilardim. Shunlashqa o'ylab qo'ygan bir muncha gaplarimni ichimga yutib, karvatimga chiqdim. Biz Kamil ikkimiz birlashib, kichikroq bir shirkat qurib qo'ygan edik. Hozirgacha bu ishni faqat ikkimiz bilardik. Bekor bo'lib qolsak berib, bo'lmasa bekmo karimiz bo'lmay yurgan edik. Zohida bilan Leyla emas, ota-onamizmi bu ishni bilmaydi. Chunki o vaqtlarda biz Kamil bilan keyincha ota-onamizning qo'lga qaramasdan o'z oldimizga bir ish qilamiz deb o'ylagan edik. Mana, men bu ish to'g'riliq bugun Kamilga og'iz ochdim. Kamil, biz necha vaqtdan beri yo'chirin qilib kelgan bu ishlarni oshkorlaydigan vaqt keldi. Zohida bilan Leylaning bir g'imi oz edi. Ota-onamizga desak, ularni xush bo'lib qilishi mumkin. Shunlashqa sen bu ishga qanday qaraysan? Menmi senga o'xshash o'ylayman. Zohida bilan Leylaga qanday tushundiramiz? Sen de faqa. Meningcha, ularni ortiq o'ylab ketmaydi. Bu ishni ikkimiz boshlagan edik. Endilikda Zohida bilan Leylani qo'shib olgan paytimiz yetib keldi mana. Ha, bu fikringga qo'shilman. Biroq yana bir odamni qo'shib olmasak bo'lmaydi. Salmonni unutib qoldim. Men gap qilay deb bo'g'icha Kamilga opsidan telefon kelib qoldi. Men mi keyin desam bo'ladi deb ortiq gap qilmadim. Biroq xayolimda nimishqa Salmonni qo'shib olganligimizni o'ylab, zodila kalimdan o'tkazamligan edim. Yana kelib bugun yuz bergan ishlarning hammasi kalamga kirib, Zohidadan faqatli xotirjam bo'lolmadim. Shunda qilib, tong etib yangi bir hayot boshlandi. Men o'tulli maydonga chiqdim.
biz bugun shirkatning ishini Zohida bilan Layliga deyish uchun ularni chaqirdik. Kamil ishimiz oshxonaning yonida ularni saqlab turishimizga tuyuqsiz maktab amonligi ishxonasidan birisi keldi. U birisining Salmonni izlab kelganligini, intayin muhim ishning borligini, ko'p vaqtining yo'qligini aytdi. Biz bugun bir kun Salmonni faqatla ko'rib boqmagan edik. Buncha muhim ish bo'lsa, oilasiga munosabatli bo'lishi mumkin deb o'yladik-da, Kamil Zohida bilan Laylini ib chiqadigan. Men Salmonni izlab kelgan odam bilan ko'rishadigan bo'lib kelishib, men maktab darvozasiga qarab mondim. Chiqib qarasam, pakarroq kelgan. Chiroydan hozirla birasi bilan mushtlashib chiqqandek. Muz yig'ib turadigan 50 yoshlar chammasida bir kishi turibdi. Men uningga Salmonning telefonini olmaganligini, uning maktabda yo'qligini daydab bo'g'icha jiddiy talaffuzda menga gap boshlab ketdi. Voy balam, seni tepish ajab tezlik to'xtadi desa, siz bo'ldi, mening ko'p vaqtim yo'q. Darhol menishim kerak. Shunga mening gapimni obdan angla. Balkim Rahila ishqinlar bu ishni baldurla deyishib bo'lgan bo'lchinglar mumkin. Ishqinlarning o'rtasida yuz bergan ishlardan xabar topdim. Sen bu qizimning bundan keyingi baxtining bundaqla nobud bo'lishiga qarab turmaysan. Qizimning bundan keyin sendan boshqami tanlashi bo'lmaydi. O'qishingmi bitay dedi. O'qishing tugishiga qizim bilan to'yinglarni qilib qo'yman. To'yga pul ketadi, turmushga pul ketadi. Shunga ishqinlar bu ishlarni muddatdan burun bitirishinglar kerak. Faqat bir hafta vaqtinglar qoldi. Sen balam gapimni Atlar Rahilani undab, bu ishni tez bitiringlar. Ondan seni obdan rozi qilaman. Ham sizlarmi murodinglarga yetalaysizlar emasmi? Mening ishim bor edi, Biz haftaning 4-i Rahila orqali ko'rishaylik balam. Qolgan ishlar Rahila ishqinlarning plani bo'yicha bo'lsa bo'ladi. Qarasam, chiroyli, tuzukli qamashgan, umoqli bola ekansan. Qizimni sang bersam, men xotirjam bo'laman. Voy, soat to'shib ketibdi. Xush balam, xo'sh. Hey siz, bu men ketdim. Rahmat demsang bo'ladi balam, menga dersinga, menga, xo'sh. Hey, afadim. Men bu odamning degan gaplarini anglab tingirqabli qoldim. Bu odam acaba Rahilaning bo'ldilar. Shularni o'ylab tursam, notunish nomadan bir rangli kuchur keldi. Kamil, Layli, Zohida meni bekla uzun saqlab ketdi deb o'ylab, o'dulu shu tarafga qarab mangdi. Lekin bu odamning deganlari meni gangirtib qo'ygan edi. Yana kelib, Zohidaning butun turmushiga munosabatli bu ishlarni uningga tezroq yetkazishni o'ylaydim. Shu xiyollar bilan oshxonaning oldiga kelsam, Kamil bilan Zohida yo'q turibdi. Layli bir yoqlarda xiyolida yo'q, boshqalar bilan paranglashib o'ltiribdi. Men udulli kelib Laylidan: "Hey, Layli, Kamil Zohidalar qini?" Bilmayman. Kamil meni chaqiribdi-kan. Men chiqib bo'lguncha umi yo'q turadi. Zohidaning qarisi yo'q. Men sizlarni bir o'xshaydi debdiman. Men bu gapni anglab bekla hayron qoldim-da, Zohidaga telefon urish uchun telefonimni oldim. Biroq telefonni elishimga uchur echildi. Uninggacha bu uchurni Laylimni ko'rgan bo'lsa kerak. Uning chiroyi o'zgarib ketdi. Qarasam, Kamil Zohidani quchoqlab turibdi. Biroq bu uchurni kimning avatganligi aniq emas edi. Men endi rostla nima ishlarning bo'lib ketganligini bilmay gangirab qoldim. Layli bo'lsa, etilib yig'ilgancha yotqiga yugurib kirib ketdi.